Assalamu alaykum, qarindoshlar, qanday bo'linglar, yaxshimi? Ovozimni anglagan bo'lsanglar, aldım deb assanglar. Kirganlar. İbem yana bir qayta o'chirilib ketib qoldi. Menda echilmagan o'xshaydi deb besitib ekanman bir ya'ni. Naqmaydan to'xtab qoldi. Ovozim yaxshi chiqatamdi, kirganlar. Ovozingiz yaxshi chiqyapti deysanglar. Bir qarindoshimiz kiribdi. Ovoz yaxshimi? Bo'pti, unda hozir başlay. Rahmat. Naqmaydan etishimga sabab, sizlar ko'rayotgandek, necha vaqtdan beri men sotsial medialarda Xitoyningki ish bajarish o'rniga kirib, o'zimningki Xitoyning puxrasi emas deb ichida protest deb qo'yamdiq, namoyish qilgan shakldagi videolarimni Naqmaydan tarqatgandan keyin 2023 deyman esimda qolishdi. 2022 11 ayga, 11 ayning 2si. Qandan keyin shu to'g'riliq musiqani menga keng ko'lamda to'g'ri hujumi boshlandi. Men bu to'g'riliq hech qanday Naqmaydan oshmagan, chunki chiqqaqda shu chaqlar Naqmaydan ichib kirish sababimni Xitoylarning men qanday javob berganligini ichidiki deb bo'lgan. Menimcha butun dunyolik qarindoshlar bunun ko'ngil bilan qarindoshlar biludek bo'ladi deb o'ylayman. Ama bugun buni ichishimdagi sabab, bu Naqmaydan ichishimdagi sabab muhim bir ish bor. Ana ba'zan qarindoshlarimizga dedimki, men telefon qilib o'ytumarsizlar, muaxlaringiz ishlab ichidagi ishlarni sinovga uyapti ekansiz, ya o'zingizni yaxshi qo'dabsiz deb boshladi dedi. Onun sizmi endi yana qarindoshlarim deganlar bo'ldi, mushtaq İsrail Falastin masalasiga tadbiqlab tushunganlar bor ekan. Masalan, bir İsrailning ichida bir falastinlik puxra bo'lsa, hozir bo'layotgan ishlardan keyin sirtqi chiqib, İsrailning xuddi konsuliga kirib, men sizniki puxraning emas degan shaklda bo'lgan shakldagi shundaq bir protest bu bir yaxshi ekan, to'q ko'lam bir namoyish qilgan bo'lsa, qashdaq deganlar bo'ldi. Lekin shundan payinatib, shundan xarakterini o'zgartib, keng ko'lamlik menga saxta kant bo'lsin, o'zi bor kantlar bo'lsin, menga hujum qilgan bo'ldi. Endi men xalqni qoralaydigan bir mijozim yo'q, shuning uchun men bu to'g'ri to'xtalmayman. Endi siyosiy aniq shunchalik tuvanka dedim, endi boshqalarda bo'lsa bu formula ishlaydi, Batur voyimda protest qilibdi, xalqlar qilmag'ashni qilibdi deb biz kelgan vaqtda shunday formulada ahvollar bor ekan. Bu xastam bo'ldimi yoki siyosiy aniq tuvanlik tufaylidan bo'ldimi? Buningga chanroq gap qiling. To'liq siyosiy aniq tuvanlik tufaylidan bo'ldimi? Buningga endi o'zinglar javob bersanglar bo'ldi. Lekin bugun asosli endi bu sinalg'ini ichishimga sabab yaqinda shu mening urug' tuqqanlarimning orasida mayli boshqa Yevropada bulamdi, Amerikalik ba'zi urug' tuqqanlarimga mana bir xabar kelibdi. Undan sirtma bir necha qarindoshlarimiz menga telefon qilgan bo'ldi. Ular deganda shu vatanda turishliq urug' tuqqanlarga mana bir xabar kelibdi, ota-onalarga, yigitlarga deganda. Sizlar ashada turayotgan palonchiga, masalan, mushtaq danglar, sizlar agar pasportinglarni ishlatmoqchi bo'lsanglar, Xitoy konsuliga kirib, mau noposni yug'izvasin. Noposni yug'izvasin, normalsan menlar tushunsizlar Xitoy puxraligidan chiqasin, ashta qaniki biz pasportinglarni bejarib beramiz degan xabarlar kelibdi. Menga endi bu jihatda tajribam bo'lgan, lekin shuni bilan tuqqanlar bu telefon qildi, bir necha qarindoshlarimizning tuqqan bo'lgan qarindoshlarimga telefon qilib, "Tomars ashcha qanday bo'lgandi?" deganlar bo'ldi. Shundan men dedim, "Kirmanglar. Men chunki Naqmaydanni recording qilib, sinalg'u elib chiqdim. 8 oy menga qanday hujum bo'lganligini bilasizlar, nima uchun bo'lganligini bilasizlar. Men ko'tara olmayman. Mening yonimda saddoshlarim bo'lganligi uchun, ular shundaq yonimda bo'lganligi uchun men ko'tardim. Bu ish menga hech qanday ta'sir bo'lmadi, ammo sizlarga bu o'yinni o'ynashdagi sabab endi bizning xalqimizning siyosiy inining tuvaligini bular bilib qoldi, chunki shu 6-7 oy bu tumash qundaq hujum kelgankin, demak xalq buni tushunmaydi degan narsa Xitoyning qalsi kirib bo'lganligi uchun shu usul orqali odatdagi odamlarni, masalan, azroq bir siyosiy ini bor, Sharq Turkiston mustaqilligi deydigan, biza yurigi bor, biza ishni o'qidiganlarni mush ish orqali ichiga akirilib, blackmail qilishi mumkin, sizlarga tahdid qilib, sizlarni ishlatishi mumkin degan shaklda men shuning uchun kirmanglar, hargiz kirishga nima o'ylashmanglar deb anonlikin men buni bir surishtirib boqay, boshqa usullarmi badaq qildi o'tganda bir qarindoshimiz menga "Tomars munda qilin bo'ldiki, agar bundan keyin kerak bo'lib qolsa, atrofingizga odamlarga deb qo'yinglar, bir necha narsa avat bergandi." Men shuni bugun sizlar bilan bahramlanmoqchi.
Hem de en muhimi hazır Xitay sırtkilerge kirip sizler özanlarının puhralığını nemu eğer de işçidikilerin pasportunu bildirmekçi olsanlar özanlarının puhralığını mışındak nüfusunu jusun, uruktu kaldırın degendek şu Şark Türkistan'ın işçidikilerge işte besim kuyutuptu. Menin deydiğim kırmanla bu sınavlığını keng kölemlik hem de takıp koyunlar. Çünkü hem adam bizge okşaş besimni kötüremeydi. Mesela biz kötürelgen bilen bizge kelgen besimni başkalar kötüremeydi. Tilden qo'rqaydi, Xitoyninki takdir silishdan qo'rqaydi. Shu orqali Xitoy nurg'un odamlarni o'ziga yana ishlatishi mumkin. Chunki bizning xalqda uni hazm qilaligidek bir tayyorlikmi yo'qka, siyosiy ongmi yo'qka. Shuning uchun mening demoqchi o'g'lim, mening beshimga kelgan ishlar sizlarning beshinglarga kelmasin. Ham bu ishda sizlarga mushni deyish, ham shu raise awareness deb qo'yamdik. Mush jihatda bir ozroq bo'lsin bir huquqimni bildirish, qanday qilish kerakligini bildirish menga tushgan vazifa bo'ldi. Shuning uchun men izlanib, men bir Xitoyning bir nemisini ko'rdim. Biz avatibga qiyinishimiz. Mush izlangan narsalarni avatmam o'zim iznib o'qib qildim. Xitoyninki qonunida 2002-yili deyman, agarda xatolashmasam 2002-yildagi qonuniga deyman, men bir xabarda ko'rdim. Shu xabarni avat berdim. 2008-yil 4-oyning 12-kuni chiqqan xabarda munda debdi, Xitoyninki nemisida ishlamagan debdi, mana shu o'qib berish yana sizlarga. Masalan, go'ngan deb qo'ymiz, saqchilar deymiz yoki bo'lmasa ashtaq odamlardan boshqalar debdi. Boshqalari o'zining Xitoy fuqaroligidan voz kechishga bo'ladi debdi. Lekin yana voz kechishga bo'lmaydigan bir necha turdagi odamlarmi bor ekan. Ammo buning orasida bunday biz kirmaymiz deb o'ylayman. Agarda Xitoy sizlarga ashtaq bir nima qilib qolsa, sen shu nopusini o'chirib ishchiga kirib nopusini o'chirman deb qolsa, uydagilar orqali shu gapni taqib qolsa, sizlarga avatib qolsa, sizlar bevos kirmanglar, buni to'ldiradigan nima bor ekan. Jadval baka Xitoylarninkichu, ash bir jadvalni to'ldirib avatasanglar bo'ladi ekan. Shu men Xitoy fuqaroligidan chiqib ketaman debchi, agar faqat amal qilmasanglar shu bir uslub baka. Eng yaxshisi mening demoqchi o'g'lim, agar u jadvalni topolmasam, men chaplab qo'yman u jadvalni, ismni qilish jadvalni men topgandek ismni bor, shuni ustida chaplab qo'yman. Agar u jadvalni to'ldirgandan keyin agarda yana sizlarga unda bo'lmaydi deb xat kelsa, eng muhimi sizlarning immigration lawyer deymiz. Şu orqali Xitoy fuqaroligidan chiqsanglarmi bo'ladi. Immigration lawyerni biz nima deb ataymiz Uyg'urcha. O'zinglarning mush asylum case'ni qilgan ko'chmanlar advokatlar bilan ko'rishib, ozroq pul xarjlaysizlar, ham bexatar bo'ladi, ham Xitoyning qulig'ini tushib qolmaysizlar. Uning ichiga kirilib sizlarga nimalarni deydi, qanday takliflarni soldi, u bizga ma'lum. Shu o'zinglarning ko'chmanlar advokatlar orqali bu ishni hal qila olasizlar. Balkim 3-4 ming dollar xarjlashingiz mumkin. Butun dunyo miqyosida menimcha bu o'rtaq ishlaydigan bir yaxshi usul deb o'ylayman. Shuni Xitoy konsuliga kirmanglar. Hargiz o'zingizning nopusini o'chirma yoki bo'lmasa sizning nimani e'tirof qilmayman deb kirmanglar. Mening deydiganim ko'chmanlar advokati yoki bo'lmasa shu nimani jadvalni to'ldirib avatasanglar bo'ldi. Men asoslig'i mushunda bugun sinalg'uni ochgan bu bek muhim ish qarindoshlar. Shu vizalib Xitoyga ketganlardan sirt yana bir xil o'yin o'ynab chiqibdi bular. Shu sotsial mediadagi mendagi bo'lgan hujumdan balkim ilhom olgan bo'lishi mumkin Xitoy deb o'ylayman. To'xta buni mushunda hujum qilib ketib boshqalarga hazm qilamagan yerda, qabul qilamagan yerda odatdagi odamlar abbaylam bu yerga kirib chiqsa biz buni ilindira olamiz degan bir ong paydo bo'lgan bo'lishi mumkin. O'zinglar ko'ringlar bu ongni kim paydo qildi shuning ichida. Xitoyga yana bir to'shga chiqadi degan gap. Shuning uchun eng muhimi shu xabarni butun dunyo miqyosida taqib qarindoshlarimizni Xitoyning oldam xaltasiga tushib ketmasligi uchun men mushni ochdim. Bu mening majburiyatim deb o'yladim. Chunki mening beshimdan o'tgan ishlarni sizlar ko'rdinglar. Ama tekrar gap qildim. Muhim ish bo'lganligi uchun shu sinalg'uni ichib men butun dunyoda qarindoshlarga shunda aytaman. Amal bor Xitoy konsuliga kirib, men Xitoy nimang emas, citizening emas yoki fuqaroning emas degan gapni amal bor ishga kirib demanglar. Bu birinchidan. Agarda deydigan navbat kelib, ashunda qilish biz o'ylashqandiqcha keng ko'lamda mushtaq bir namoyish qo'zg'andik ya. Hammamiz ashi oldiga berib, men sening Xitoy fuqaroring emas, biz sening tuproq nimangni birligingni e'tirof qilmaymiz deb ash shaklda bir namoyish qilib baqsaq, ishga kirib, Xitoy pasportlari borlar yirtib
tashlab başlab bir şekilde namoyish qilib baqqan bo'lsak, muxbirlarni akagan bo'lsak, bulantiya degan maslahatni qilgan, ammo hozirgi holatda o'zinglar ko'ryapsizlar, Xitoyga berib kelayotganlar nurg'un biz sungan zeminimizga degandek texi mustaqil bo'lmay turib berayotganlar nurg'un uning ustiga bizning anglashimizda nurg'un g'alati ishlar yuz beryapti. Hozir vatanniki ota-onalari, urug' tuqqanlari tufaylidan shu takda silib jim turishga undayotgan ishlar bor. Aniq bir turkum odamlarni yig'ishtiryapti. Hozir qo'qaydiganlarni ilindirib degandek. Shuna bo'lganki bu namoyish qancha odam qatnasha oladi, agar zo'r ko'lamda bo'lmasa buni unum bo'lmaydi deb biz to'xtab qoldik. Emniyat mushta shaklda namoyish qilgan bo'lsak, bizningki o'zimizning Sharq Turkistonliklarningki Xitoyning butunligini e'tirof qilmaydiganligi, Sharq Turkistonning Xitoyning bir qismi emasligi hamda bizningmi Xitoyning fuqarosi emasligimizdek bir xabar butun dunyoga chiqib ketgan bo'lsa, haqiqatan bir yaxshi namoyish qilgan bo'ladi. Buni baldır qilmabdi, shu toza jazo lagerlari kamplar ichilib qaqtida qilgan bo'lsak, hech qaysimizning isi kelmabdi. Shu shaklda qilgan bo'lsak, buning ta'sir kuchi nihoyat cho'ng bo'ladi. Ammo hozir hamda nurg'unlar davomida o'zinglar ko'rdinglar, nurg'un sabablar tufaylidan chekinib chiqqanlar bor, uni ustiga hozir Xitoyga berib kelayotgan yo'lni ichivatdi. Unda bo'lgandan keyin odatdagi namoyishlarga chiqadiganlar nihoyat oz holatda shuning buningga qadam chiqarmasligi mumkin deb biz bu namoyishni o'rlashtirmadik. Bu bir. Endi ikkinchi mening deydigan gapim, sizlar ko'rayotgandek hozir Xitoyga berib kelayotgan atalmış Sharq Turkistonlik deyli, hamda Uyg'urlarningki jiqligidan biz hozir hamda haqiqatan bir nihoyat o'sal holatga tushib qoldik xalqaroda. Bu faqat bo'lmagan ish bo'ldi, xuddi BDTda esinglarda bormi Qaysar degan bir munofiqning, Sharq Turkistondan chiqqan bir Uyg'ur munofiqniki, biz baxtiyor yashayapmiz Uyg'urlar, u yerda hech qanday irqiy qirg'inchilik yo'q, kamplar yo'q degan shaklda bir guvohlikni berganimda hech qanday farqi yo'q vatanga berib kelayotganlarniki. Chunki bular irqiy qirg'inchilikni e'tirof qilyapti, Xitoyningki inkor qilishiga bir yordamlashayotgandek bir hodisa yuz berdi. Mushtabda bizga irqiy qirg'inchilik bo'lyapti deb davlatlarning oldiga borsaqmi yoki boshqa bir organizatsiyalarningki oldiga borsaqmi, organlarning oldiga borsaqmi, mana berayotganlar shunchalik deb statistikani tashlayotsa, bizga hozir nihoyat tilimiz qisqa holatga o'tdi. Bu yaxshi ish bo'lmadi. Undan sirt, endi menimcha Allohning og'amchisi uzun hamon bir kuni buning cacısını yeydiğin vaxtın buldu deb o'ylayman. Chunki o'zimiz bilimiz muhaciratda turayotgan 99% desam bo'ldi, 99% Sharq Turkistonliklar qanday tura oldi muhaciratda? Qanday qilib bir davlatningki puhrasiga aylandi boshqa davlatningki? Hammamiz bilamiz, ashada turayotgan xalqimizning qantar badligiga kelgan shu huquq bilan o'zlarini asylum, ya'ni mushu siyosiy nemiga uchirdi, tahdidga uchirdi degan shaklda asylum qilib qolib qolgan xalqimizning qantar badli kelgan mishada turayotganining o'rniga shuni ep bo'liblar vatan berib kelib Xitoyningki irqiy qirg'inchiligiga yordamlashgandek ish bo'ldi. Endi buni hukumatlar bilmamdi, istixborotlar bilmamdi, biladi albatta. Men yaqinda shu Facebook'imga chiqarib qo'ygan xabarni ko'rdinglar. Bizdan boshqalarmi asylum qilib boshqa davlatlarga berib keladi o'zining vataniga. Shuningga Elon Muskmi bir xabarni chiqarib qo'ydi. U xabarda Amerikada asylum qilgan siyosiy panohlik tilganlarning 80% vacationlarda, bayramlarda, damlashlarda o'zining vataniga, on yurtiga berib, berib damlab qaytib keladi degan bir Twitterni chiqadi. Endi mesela desem Amerika'nın kanunu, yani başkalarının kanunu okumayman, Amerika'nın kanununda naturalization deyimiz. Mesela asylum qilib, siyasi panohlik tilab bo'lgandan keyin yeşil kart oldi, yeşil kart deb bo'lgandan keyin 4,5 yil, 5 yildan keyin nimaga fuqarolik iltimos qildi. Shu vaqtda bizga naturalization nemisini berdi, sertifikat deymiz, bir varaq qog'ozni qo'limizga berdi. Shu kundan boshlab biz Amerikaningki fuqarosiga aylanamiz. Ammo bu deganlik sen biz mangu Amerika fuqarosi bo'lamiz deganlik emas. Amerikada tug'ilmagan, ammo boshqa davlatdan kelib, mush Amerikaningki fuqarosiga aylanganlarningki fuqarolik huquqini elib tashlay oladigan qonuni bor Amerikaningki. İşemsanlar, o'zinglar Google aqtirib baqsanglar bo'ldi. Bu deganlik sizlar mangu Amerikaningki fuqarosi bo'la olasizlar degan gap emas. Amerikada tug'ilmagan har qanday bir Amerika fuqarosining kelgusida Amerika tarafidan qaytadan qo'g'lab chiqish ehtimoli cho'ng. Bugungi kunlikda sizlar o'tganda bir ko'rinishimiz bir narsani tarjima qilib Facebook chiqarib qo'yibdi. Men Twitterdan aqtirib xabarlarni ko'rdim. Bugungi kunlikda mundaq bir xabar chiqdi. Amerikaga deydi 60 mingdan ortiq deydi askar yeshitga Xitoy fuqarosi kirdi deydi. Bu degan nima degan gap?
Hozir qanday chiqadi bu narsa? Ertugun, mesela hozir ko'ryapmiz, dunyo vaziyati nihoyat keskin urushlar bo'lyapti. Amerika bilan Xitoy o'rtasidagi ziddiyatmi bag'ansir yo'g'nayapti. Endi Trump apandim chiqdi, Amerikaning prezidenti bo'lib saylandi. Trump apandimning Xitoyga qanchalik darajada qattiq qo'yish kerakligini hammamiz ko'ramiz. Agar bir to'qnashib qolsa yoki birishib qolsa, birinchi paydadig'ini Xitoyning mishada turayotgan siyosiy panohlik tilab berib kelayotgan odamlarni haydaydi. Uning ichida bu balkim Uyg'urlarga, Sharq Turkistonliklarga tekib ketishi mumkin. Rahim qilmaydi, uning ustiga bizni genocide, irqiy qirg'inchilik deb eng beshida dunyoga e'lon qilgan davlatlarning birisi Amerika. Bunday ahvol ostida biz Amerikaning xalqarodagi obraziga ta'sir etgan ishni biz qildik deganga. Bizga yordam qilayotgan bir davlatga biz qanday javob qaytarganimiz o'zinglar ko'rdinglar. Hozir vatan ichilishi bilan to'ydagi nazar chiroqlarga barg'alarni jiqlab ketdi, bir qitim emas, oqoqidan beryapti. Endi men bu qarindoshlarni nima desam bular berib kelgandan keyin hamda bizga kelgan xabarlarda berib kelganlarni qanchalik darajada savol so'roqqa evatganligini, hatto oqillarni tortib, shu mingib sinalg'uga ilib, butun yerlarda o'ynatib, ashta evatgan ahvollarning oz emasligini ko'ryapmiz. Hamon bir kuni buni dokumentlashtirib, buni bir film qilib ishlab chiqirdi Xitoy uzoq qolmay. Mana Uyg'urlar berayotgan Uyg'urlar mishda qo'shal qo'ram o'ynab kelyapti. Hatto ashlarni deyib, voy mishda bunday bir oddiylam deb qo'y, ajab chiroyli kamiya, yaxshi o'tib ketdi degan oddiy degan gaplarni hatto sinalg'a uyatgan ahvollarni bizga deb kelgan qarindoshlar bo'ldi. Yana bir qism vatandan o'zidan chiqqan ba'zan odamlarniki bizning arishayotgan odamlarimizga davatgan gaplari nima desanglar, vatan ahvoli nihoyat nachar. Nurg'ular tutilib ketibdi, hatto o'qituvchilarni tortib qolmadi deydi. Uyg'urcha so'zlaydi, o'qituvchilarni tortib qolmabdi. Shunchalik qo'rqinchli holatda ularning miyasi juyilib ketibdi. Miyasi juyilganlarni asosan vatanning sirtiga avatayotgan gap. Shunchalik darajada bo'lib ketgan bir yerga berib kelgan odamlar Uyg'urlarning orasida bir guvohlik bergan odam chiqmadi. Bu normal hodisa emas. Bizning atrofimizda har bayroq ko'targanlarning berib kelganligini ko'rdik. Endi vatandan chiqqanlarga biz amal qila olmaymiz. Uni Xitoy zo'rlab chiqarib qo'ysa, ular qo'qab chiqadi. Uning biz amal qila olmaymiz. Hech qanday amalimiz yo'q. Men deydiganim vatandan mesela atalaringlar chiqsa, birisini chiqqasa birisini ep qilinglar, hargiz qaytaratmanglar. Amalda shularni guvohlik berishga chaqiringlar, vatan ahvolini desin, muxbirlarni chaqirib berg'ashlar bo'lsa, biz yordamlashib beramiz, uningda mas'ul yo'q. Ammo bir chiqsa birisini ep qiladigan holatda bo'lishimiz kerak, ammo berib kelganlarchi. Ahvol shunchalik nachar. Hatto Xinjiang fayl deymiz, qo'shtirnoqning Xinjiang faylni doktor Adrian Zenmo chiqarib etdi. Necha millionlagan odamlar kirib ketdi. Shunday vahshiy ishlar yuz berib ketdi, odamlar yo'qolib ketdi. Ammo berib kelganlarning orasida birasini guvohlik berib bizni izlaganini, yoki boshqa organlarni izlaganini hozirgacha u gaplarni chiqqanini ko'rmadik. Nima uchun? Berib kelganlar xo'shal yashayapsizlar? Haqiqatan xo'shal yashayapmiz. Agar xo'shal yashasanglar, o'shan ahvoli yaxshi bo'lsa, haqiqatan shu erkinlik bo'lsa, nima uchun sizlar erkin oldi bir gaplarni deyolmaysizlar? Biz ko'rdik berib kelganlarni. Hattoki berib kelganlarning orasida davatqanlar bor. U yerga berib kelgan odamlar xo'shal bo'lolmaydi, texnika qo'rqinchning ichiga tushib qaytib keladi deydi. Demakki, endi bizning oramizda texnika Xitoyga ishlaydigan, Xitoy texnika hojisini tutib olgan odamlar borgan siri chiqlashdi degan gap. U ahvolda bizning Sharq Turkiston mustaqillik da'vosi qanchalik qiyinlashdi, burunqidan qiyinlashdi. Endi bizning Amerikada vaziyat shiddat bilan o'zgaradi, ichki va tashqi vaziyatda cho'ng siyosatda cho'ng o'zgarishlar bo'lishi mumkin. Balkim berib kelayotganlarga o'qlar tegishi mumkin. Chunki Xitoy hukumati, Amerika hukumati Xitoydan kelayotgan har bir odamni kirishi bilan jasus deb qarab, shu yo'sinda tekshiradi. Inchik tekshirgandan keyin ma'ni farqlantiringlar. Boshqa davlatlardan kelganlar bilan Xitoydan kelgan odamlarning farqi, Xitoydan kirgan har qandig'ini jasus deb qarab turib tekshiradi. Eng yuqori bexatarlik organlari tekshiradi. Har bir Sharq Turkistonlikning aqidil emas, har bir Xitoyning aqidimi istixborot tekshirib maqdi, inchik tekshiradi. Sizlarchi shu Xitoydan kirganlarning orasida shu Xitoyga ishlaydigan Xitoylar yo'qmi? Nurg'on biz bilamiz, Xitoydan kirgan Xitoylarniki 90%, 100% desakmi bo'ladi. Yanılı Xitoy hukumati ishlaydi. Acaba hozircha bularni qo'g'lamadi. Acaba Amerika hukumati bilmasmi? Biladi. Buning bir
vaqt saati kelgan vaqtida anandan keyin buning tadbir qilindi. Men ibam degandek Amerikaningki Amerikada tug'ilmagan, ammo Amerikaningki puhralıqqa o'tganlarning puhralik huquqini ep tashlab qaytaradigan bir qonunlar bor. Shu qonunni bir ishlatib qolgan kuni vatanga berib kelganlarninki shu shamolda urib ketishdan men ansirayman. Chunki u kuni u yoqqa qaytgan kuni balkim bir ikkisini qaytarib hammamizga ko'rsatishi mumkin. U yoqqa qaytgan kuni sizlarning kuninglarning nima bo'lganini endi Alloh o'ziga omonat. Biz demasakmi o'zinglar tasavvur qila olasizlar. Shuningga bunday holatda amal ba vatanga qaytmanglar birinchidan. Berib kelmanglar, vatandan chiqqanlar, majburiy chiqqanlarni ep qilinglar. Mening deydigan maslahatim, sizlarga deydigan o'tinishim. Uchinchisi, agar Xitoydan urug' tuqqanlarining pasportini sen Xitoy konsulga kirib o'zingning nopasini yuvayotgandan keyin men chiqib berman desa, kirmanglar. Herkes kirmanglar. Men aşağıya iltimas yazadigan formni, jadvalni şu sözümün orqaga chaplab qo'yma. Ish bo'lmaganda o'zinglarniki ko'chmanlar advokat bilan ko'rishib, bu ishni ashla orqali hal qilib, shu qonuniy dokumentinglarning hammasini ashla ota-onalarga yoki urug' tuqqanlaringlarga albatta mana men chiqib endi sen muşta qilib pasport ishlasan bo'ldi deb mushuni tutsanglar oldu. Agar yana onunga unmay, ashning ichiga cho'qim kirsa deb seni yana majbursa, demakki bu bir o'yin. U vaqtda sizlar iniqlan blackmail Xitoyniki tahdid qasavni chekirganda nima qildi, seni nimaga majburlaydi, balkim ba'zan videolarni ko'rsatib, ota-onalarning ba'zan videolarini ko'rsatib, bu narsani ko'rsatib, seni qanday yurkinglarni og'irtdi, urug' tuqqanlaringlarni nimalarni qildi, uni biz uqmaymiz. Chunki buningdan sizlar hargiz o'zinglarni aqlab bo'lolmaysizlar. Bizning xalqimizningki siyosiy eng yana to'van jihatdan u yerga voy men sizning Xitoy fuqaroning emasdi deganni bizning xalqimiz hozir uning siyosiy ma'nosini tushunmayapti. Buni biz keng ko'lamli bir namoyishga aylantirmoqchi amal bor. U yerga kirmay turib turinglar degan bir taklifni berib men bu sinovni ochdim. Bo'lsa bu naq maydonimni butun yerga tarqatib qo'ygan bo'lsanglar buni aytib muhim ish. Ananikin mening so'zimni anlab bergan har bir qarindoshlarga rahmat. Hammanglar omon bo'linglar. Ko'rishkicha degandek do'stlarim bo'lsa, ko'rayotgan o'zimning tanishlarim bo'lsa, qolganlaringlar hammanglar inshaalloh hammamizning Sharq Turkiston mustaqil bo'lganda urug' tuqqanlarimizda jam bo'lishga nasib qilsin. Hammanglar omon bo'linglar. Sen Allohga topshirdim. Rahmat.